Xabaringiz bor, joriy yilning 17-aprel kuni O'zbekiston Ko'zi ojizlar jamiyati To'rtko'l tumani bo'linmasi xodimlari Kaltaminor ovul fuqarolar yig'inida yashovchi ko'zi bo'yicha birinchi guruh nogironi Pirmatov Aytmuratning yashash sharoitini o'rgangan edi. O'rganishlar natijasi birinchi guruh nogironi Pirmatov Aytmurat Kaltaminor ovul fuqarolari yig'inida turmush o'rtog'i va farzandlari bilan birgalikda qaynotasining uyida yashab yurganligi. U yashayotgan xonadonda jami 3 nafar oila birgalikda yashashi, qarindoshlarining yordami bilan 6 xonali uy-joyni yarim holda qurib bitkazganligi, uy tomi shifer qilinmaganligi, oyna eshiklar o'rnatilmaganligi, pol ham qoqilmaganligi, hududning mahalla raisi tom qismini shifer qilib berishi to'g'risida fuqaroga ma'lum qilganligi to'g'risida ma'lumot bergan edik. Ushbu masala bo'yicha O'zbekiston Ko'zi ojizlar jamiyati To'rtko'l tumani bo'linmasi xodimlari joriy yilning 10-may kuni qayta Kaltaminor ovul fuqarolar yig'iniga tashrif buyurishdi. Ko'z bo'yicha birinchi guruh nogironi Pirmatov Aytmuratga saxovatpesha homiy insonimiz tomonidan berilgan 5 million so'm pul mablag'ini fuqaroga topshirdilar. Fuqaro va uning oila a'zolari bundan juda ham xursand bo'lishdi. Saxovatpesha insonlar haqqiga duolar qilishdi. Mana, o'zingiz ko'rib guvohi bo'lganingizdek, mana shunday bechora hol oilaning murojaati o'z joyida ijobiy hal qilindi. Muxtasar qilib aytganda, qo'limizdan kelgancha yaxshilik qilaylik. Zero, bu dunyoda bizdan faqat qilgan yaxshilik-yu ezgu amallarimiz qolajak.